Assalomu alaykum qadrdonlar o'zbekistonliklar. Biz xudo xolasa hozirda Xitoydamiz. Bugungi sanamiz 16-iyul. Urumchidamiz. Vivi do'koniga kelganmiz. Shunaqa zo'r buni narsalari. Mana ko'rpali, pakrivali deyshadi. Mashlardan ham oldik. Shunaqangi zo'r, yumshoq, paxtali. Rasvetkalari ham juda chiroyli. Mashlardan olganmiz. Bizi manzilimiz Andijon shaharxonida. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekistonni hamma joyga chiqarib beramiz. Mana bulardan oldik. Shunaqangi yumshoq zo'r narsa. Narxlari bilan ayting desiz, bu yerdagi narx boshqa narx, O'zbekistonga boradi, kargolar bilan boshqa narx bo'ladi. Endi sotuvchilar bo'lsa, misol narxlarini nima desa bo'ladi, Telegramdan so'rasanglar aytib bersa bo'ladi, qaysi ma'noda. Xitoyga kelsanglar ham bo'laveradi-da biz bilan. Mana bu safargi reysda 11 kishi kelganmiz. Onam, opam, men hamda 8 ta klientlar ham olib kelganmiz. Juda ham zo'r narsalar mana Vivi mayda gul, shunaqangi yumshoq, salafanidan o'zi bilinadi, yumshoq bo'lib turib, bir boshqacha. Mana gullari ham chiroyli-da, mana qaranglar. Keyin biz O'zbekiston bozorlarida kam Vivilar hali. Mana gullari qaranglar, chiroyliligini. Hozir mana mo'llarni polni biz oldik, qoplab joylashyapti. Undan tashqari mana super satenlar bor, bunaqa James Clay'larda eng originallari. Yevro varianti ham, boshqacha varianti ham. Keyin mana bunaqalardan oldik. Gulini ko'ringlar. Shunaqa bir chiroyli, har xil vidda. Yevro variantlari ham bor, gulli variantlari ham bor. Bir kishilik pastel. Detskilarda ham zo'rlari bor ekan. Satenlar. Mana uni ko'rpa solinadigan bo'lmasda, Hurmat opa? Solinadimi? Ha, solinadigan ham. Mana uni qaysandan? Xo'p. Har xil juda chiroyli. Shu Xitoyga chiqamiz desanglar ham pastda nomerimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, O'zbekistondan olib sotamiz desanglar ham aytaverasizlar. Vivi juda zo'r ketyapti. Men brenddan sotamiz. Vivi, Ango, yana 4-5 ta firmalardan sotamiz. Materiallari javob zo'rda. Hali kichkina sotuvchilar bo'ladi-yu, o'sha sotuvchilar bilan ham ishlaymiz. Telegram gruppamiz bor. Nafaqat vodiyimizdan, undan tashqari voha taraflarga ham jo'natib turamiz. Mana bu yerlar polni o'shnaqa do'kon, pastelni beli, sochiqlar bor, dasturxonlar bor. Bo'yinki hamma yoq bor. Hozir mana Mashani do'koniga ham kiramiz. Sochiqlari rosa zo'r uni ham. Hozirgi bu do'konni sklad emas, bu yana bitta do'kon ekan. Hozir qo'lim sal bo'shab qoldi, sizlarga video qilib beryapman. Qanaqa savolinglar bo'lsa, nomer qoldiramiz bunda, kommentariya pastga qarasanglar. Telegramdan yozsanglar, erinmasdan javob beramiz. Faqat o'sha yozgan vaqtinglarda bo'lmasa ham, o'sha 1 kun 2 kun ichida qo'ldan kelguncha javob beramiz. Bular mana 1 kishilik pastellar ekan, ya'ni matndan bilib olsanglar bo'laveradi. Ya'ni 2 ga 2.30 ekan, mana nalichkalari ham ikkita 50-75 ham bor ekan, 70-70 ham ikkita, ya'ni 4 ta nalichkalik ekan. Mashlar ham zo'r ketyapti-da, 4 ta nalichkaliklar. Ulardan ham oldik. Har xil gullardan, O'zbekistonda suyadigan vidlaridan. Mashlar ham zo'r ketdi. Yaxshi ketadi shu narsalar. Hozir brendga ham kiramiz, u yerda alohida yana bitta video qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyin mana nalichkalardan ham oldik. 50-75likdan ham oldik, 70-70dan ham. Bu mana buni belgilab qo'yibdi, 70-70 chiqardi. Ya'ni har xil gulliklari bordi. Satinoviy materiallari zo'r. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi videolar ko'rib turasizlar.